Mana Ubaydilla akamga shu yerda Qozog'istonda hadiya bo'ldi. Mana shu qushlarni bitta piskunini berishdi Ubaydilla aka. Mana buni qarang. Yaxshi inson berdilar, baraka topsinlar. Keyin ko'rsatamiz. Hozir ko'rsatib qoladimi ko'rsatsa? Mana shuni bolalari Ubaydilla akamga ketdi. Mana jonivorlar. Gap yo'q. Mana cho'gan nima deyapti bu? Bani Azam akamligi qatlar bir video qilgan edi. Ko'pchilik ko'rgan. O'shani otasi bu. Akam Qozog'istondan olib ketgan ekanlar. Maqsad mana shu yerda ko'rsatmasa bo'lmaydi. Bu sariqni shu Turkistonda Vistikada bir qo'limda ushlagan edi. Qo'lim mana aka, yana qo'lingizga ushlay qoling. Bo'ldi, aka mana shuni solib beravering. Ba'zi qo'lingizda ko'rinmayapti, xo'sh. Mana ichkari. Ha, obunachilarga mana bitta ko'rsatib beramiz. Razmeri katta. Mana joni. Original. Qaranglar, yercha qo'g'irchoqqa o'xshaydi bular. Ana qizi yon. Bu qizi ekan mana bu yoniga. Ha, bu o'zini qizi ekan. Просто tomoshaga ko'rsatyapti. Lekin mana mashimoqda jiddiy. Stoykani qaranglar. Mana Ubaydilla akam bilan birga rasmga tushyapti. Hoppa, mana. Mashina yana bitta ovoraydi mashina. Bo'ldi, omma. Ey ko'rsatmaysan. Bu modasini ma'lum. Challa. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q.